Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Nogironligi bo'lgan fuqarolar, ularni ishga olayotgan tadbirkorlar va oilalar uchun 4,1 million so'mdan 6 million so'mgacha bo'lgan yangi imkoniyat nimani anglatadi? Kim bundan foydalana oladi? Kim esa hujjat topshirsa ham rad javobini olishi mumkin? Bu ma'lumot faqat nogironligi bor insonlarga emas, balki ularning ota-onasi, turmush o'rtog'i, ish beruvchilar, mahalla faollari va ish qidirayotgan har bir fuqaro uchun ham muhim. Chunki bugun bir oilada bu muammo bo'lmasa, ertaga qo'shni, qarindosh yoki tanishingiz shu yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hamma narsani oddiy tilda, misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi? 6 million so'm kimga beriladi? Bu pulni olish uchun qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish lozim? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Avvalo eng asosiy narsani aniqlab olaylik. Gap nogironlik nafaqasi yoki pensiyasi avtomatik ravishda 4,1 milliondan 6 million so'mga oshdi degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Bu yerda gap nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlash, ularni mehnat bozoriga jalb qilish, ish beruvchilarni rag'batlantirish va ayrim holatlarda moslashtirilgan ish o'rni yaratish uchun ajratiladigan subsidiya va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari haqida ketmoqda. Oldin amaliyotda ko'p holatlarda ish beruvchi nogironligi bo'lgan shaxsni ishga olsa, davlat tomonidan ma'lum miqdorda moliyaviy yordam ajratilishi mumkin edi. Bu yordam bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni BSHMga bog'liq bo'lgani uchun ko'pchilik uni taxminan 4,1 million so'm atrofida deb tushunardi. Endi esa ayrim yo'nalishlarda bu ko'rsatkich 6 million so'mgacha yetishi mumkin bo'lmoqda. Bu nimani anglatadi? Davlat oddiy qilib aytganda ish beruvchiga, sen nogironligi bo'lgan fuqaro uchun ish joyi yarat, unga sharoit qil, men senga xarajatning bir qismini qoplab beraman demoqda. Bu islohotning asosiy maqsadi nogironligi bo'lgan odamni faqat nafaqa oluvchi sifatida emas, balki jamiyatning faol ishtirokchisi, kasb egasi, daromad topuvchi fuqaro sifatida ko'rishdir. Chunki ko'p yillar davomida nogironligi bor insonlar uchun asosiy muammo pulning o'zi emas edi. Muammo ishga kira olmaslik, ish joyida mos sharoit yo'qligi, ish beruvchining qo'rqishi, hujjatbozlikdan cho'chishi, keyin tekshiruv bo'lib qoladimi? Ish jarayoniga moslasha oladimi? Maxsus cho'z kerak bo'ladimi degan savollar edi. Oldin qanday edi? Ko'plab ish beruvchilar nogironligi bo'lgan shaxsni ishga olishdan qochardi. Sababi ular buni qo'shimcha mas'uliyat deb ko'rardi. Masalan, eshitishida nuqsoni bor xodimni ishga olish uchun aloqa tartibini o'zgartirish kerak. Harakatlanishida cheklov bor xodim uchun kirish-chiqish qulay bo'lishi kerak. Ko'zi ojiz xodim uchun maxsus dastur yoki kompyuter moslamasi kerak bo'lishi mumkin. Ish beruvchi esa bularning hammasi xarajat deb o'ylardi. Natijada nogironligi bor fuqaro ishlashga tayyor bo'lsa ham, diplomi yoki hunari bo'lsa ham, uni ishga olishga shoshilmas edi. Endi nima o'zgarmoqda? Davlatning yondashuvi faqat nafaqa to'lashdan mehnatga jalb qilishga qarab o'zgaryapti. Ya'ni agar fuqaro ishlay olsa, unga kasb o'rgatish, ishga joylashtirish, ish beruvchiga kompensatsiya berish, ish o'rnini moslashtirish kabi mexanizmlar kuchaymoqda. 4,10 milliondan 6 million so'mgacha bo'lgan miqdor ham aynan shu jarayonning bir ko'rinishi sifatida tushunilishi kerak. Men avvalo kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini aytaman. Birinchi toifa, nogironligi bo'lgan, lekin ishlash imkoniyati bor fuqarolar. Bu odamlar menda nogironlik bor, demak men ishga olinmayman deb o'ylamasligi kerak. Agar shifokor xulosasida mehnat faoliyati butunlay taqiqlanmagan bo'lsa, siz o'zingizga mos ish topishingiz mumkin. Masalan, uyda turib tikuvchilik qilish, kompyuterda ishlash, kol markazida operator bo'lish, buxgalteriya, dizayn, tarjima, qadoqlash, hunarmandchilik, onlayn savdo, ma'lumot kiritish kabi yo'nalishlar bor. Ikkinchi toifa ish beruvchilar. Agar siz do'kon, sex, kichik ishlab chiqarish, servis markazi, o'quv markazi yoki ofis yuritsangiz, nogironligi bo'lgan shaxsni ishga olish siz uchun faqat ijtimoiy savob ish emas, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali bo'lishi mumkin. Chunki davlat sizning ayrim xarajatlaringizni qoplab berishi, ish o'rnini moslashtirishga yordam berishi yoki belgilangan shartlar bajarilganda subsidiya ajratishi mumkin. Albatta, buning uchun hammasi rasmiy bo'lishi kerak. Mehnat shartnomasi, ish haqi, soliq va bandlik organlari bilan tartibli ishlash. Uchinchi toifa, nogironligi bo'lgan farzandi bor ota-onalar.
ko'p ota-onalar farzandining kelajagi haqida juda xavotirda bo'ladi. Men bo'rimda qarayman, keyin nima bo'ladi degan savol ularni qiynaydi. Mana shunday oilalar uchun eng to'g'ri yo'l farzandni imkon qadar erta kasbga, mustaqil hayotga, oddiy mehnat ko'nikmalariga o'rgatishdir. Davlat yaratgan imkoniyatlar aynan shunday oilalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida kichik tikuvchilik sexi bor deylik. Sex egasi 2 nafar ayolni ish bilan ta'minlagan. Unga yana 2 nafar tikuvchi kerak. Mahalladagi bandlik inspektori orqali u harakatlanishida cheklovi bor, lekin tikuvchilikni yaxshi biladigan ayol haqida biladi. Sex egasi avval ikkilanadi. U ishga kelib keta oladimi? Ish joyi mosmi? Stoli qulaymi deydi. Agar davlat tomonidan 6 million so'mgacha yordam olish imkoniyati bo'lsa, ish beruvchi shu mablag'ning bir qismini mos stol, qulay stul, pandus yoki transport xarajatini qoplashga yo'naltirishi mumkin. Natijada ayol doimiy ishga ega bo'ladi. Ish beruvchi esa tajribali xodim topadi. Ikkinchi misol. Samarqandda kompyuter xizmatlari ko'rsatadigan kichik ofis bor. U yerda hujjat terish, skanerlash, printer xizmatlari, internet orqali ariza topshirish ishlari bajariladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan yigit kompyuterni yaxshi biladi, lekin mijozlar bilan og'zaki muloqotda qiynaladi. Ish beruvchi uni ma'lumot kiritish, elektron arizalarni tayyorlash, dizaynning oddiy ishlariga olishi mumkin. Bu yerda katta jismoniy harakat talab qilinmaydi. Agar ish beruvchi davlat rag'batidan foydalansa, u yigitni rasmiy ishga oladi. Unga oylik to'laydi. Yigit esa nafaqat daromad qiladi. Balki o'zini jamiyatga kerakli his qiladi. Uchinchi misol. Qashqadaryoda oilaviy tadbirkor non mahsulotlari ishlab chiqaradi. U qadoqlash va yorilib yopishtirish ishiga xodim izlaydi. Bu ishni qo'lida yengil cheklov bo'lgan. Lekin mehnatga layoqatli fuqaro bajara oladi. Ish beruvchi uni ishga olsa, ish jarayonini xavfsiz tashkil qilsa, mehnat shartnomasini tuzsa, subsidiya olishga murojaat qilishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa shuki, nogironligi bo'lgan fuqaro haqiqatdan ham ish bajaryaptimi yoki faqat qog'ozda rasmiylashtirilganmi? Chunki qog'ozdagi ish bilan real ish o'rtasidagi farq tekshiruvda darhol bilinadi. 4-misol. Farg'onada nogironligi bo'lgan ayol uyda turib hunarmandchilik qiladi. U atlasdan buyumlar tikadi, milliy suvenirlar tayyorlaydi. Uning muammosi buyurtma topish va mahsulotni sotish. Agar u o'zini o'zi band qilsa, mahalla, bandlik bo'limi yoki tegishli ijtimoiy xizmatlar orqali maslahat olsa, ayrim dasturlar doirasida jihoz, asbob-uskuna yoki o'qish kurslariga yo'naltirilishi mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri 6 million so'm sizning qo'lingizga beriladi degani emas, lekin mehnat faoliyatini boshlash uchun mavjud imkoniyatlardan foydalanish mumkin degani. Kim xavotir olishi kerak? Avvalo, norasmiy ishlayotganlar. Agar siz nogironligi bo'lgan odamni ishga olgan bo'lsangiz, lekin mehnat shartnomasi tuzmagan bo'lsangiz, subsidiya talab qila olmaysiz. Chunki davlat rasmiy mehnat munosabatini ko'rishi kerak. Ikkinchidan, faqat pul olish uchun qog'ozda ishga qabul qilmoqchi bo'lganlar xavotir olishi kerak. Bunday holatlar keyinchalik muammo tug'diradi. Subsidiya qaytarilishi, jarima, soliq va mehnat qonunchiligi bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchidan, hujjatlarni noto'g'ri tayyorlaydiganlar ham ehtiyot bo'lsin. Birga noto'g'ri sana, noto'g'ri lavozim, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatdagi nomuvofiqlik arizani rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Kim haddan tashqari xavotir olmasligi kerak? Agar siz hammasini rasmiy qilayotgan bo'lsangiz, xodim real ishlayotgan bo'lsa, ish sharoiti uning sog'lig'iga zid bo'lmasa, hujjatlar joyida bo'lsa, qo'rqishga hojat yo'q. Davlatning maqsadi sizni jazolash emas, aksincha, nogironligi bo'lgan fuqaroni ishga joylashtirishga yordam berish. Lekin bu yordam tartib, mas'uliyat va shaffoflikni talab qiladi. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat nogironlik guruhi va mehnatga layoqat masalasi. Hamma nogironligi bo'lgan shaxslar bir xil holatda emas. Kimdir birinchi guruh nogironi, kimdir ikkinchi guruh, kimdir uchinchi guruh bo'lishi mumkin. Ba'zilar doimiy parvarishga muhtoj, ba'zilar esa mos sharoit bo'lsa, to'liq ishlay oladi. Shuning uchun ishga olishdan oldin tibbiy mehnat ekspertiza xulosasida qanday cheklovlar borligini ko'rish kerak. Masalan, odamga og'ir yuk ko'tarish mumkin emas bo'lsa, uni omborga yuk tashuvchi qilib qo'yish noto'g'ri. Ko'rishida muammo bo'lsa, xavfli stanok yonida ishlatish mumkin emas. Har bir holatda ish vazifasi sog'liq holatiga mos bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Subsidiya miqdori har doim ham hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. 6 million so'm degan raqam yugurib chegarani bildirishi mumkin.
lekin aniq miqdor dastur turi, hudud, xarajat turi ish o'rnining xususiyati va amaldagi normativ hujjatlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men har doim shunday maslahat beraman. Eshitdim, falonchiga 6 million berishibdi degan gap bilan ish qilmang. O'zingiz yashayotgan tuman yoki shahar bandlik bo'limidan yozma yoki elektron tartibda aniq ma'lumot oling. Chunki bir hududdagi loyiha boshqa hududda boshqacha tartibda bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, pul kimga beriladi? Ayrim hollarda mablag' bevosita ish beruvchiga beriladi. Ayrim hollarda xarajat qoplab beriladi. Ayrim hollarda asbob-uskuna yoki xizmat shaklida yordam ko'rsatiladi. Fuqaro menga 6 million naqd pul berishadi deb o'ylab qolmasligi kerak. Ko'pincha davlat mablag'ining maqsadli ishlatilishini nazorat qiladi. Masalan, ish o'rnini moslashtirish uchun stol, kompyuter, maxsus dastur, pandus, signal moslamasi, himoya vositasi sotib olingan bo'lsa, hujjatlari talab qilinadi. Chek, shartnoma, dalolatnoma, hisob faktura kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, ish beruvchi bilan xodim o'rtasidagi kelishuv. Ba'zan ish beruvchi xodimga seni ishga olaman, lekin subsidiya chiqsa, bir qismini menga berasan yoki oyligingni kamroq qilamiz deb aytishi mumkin. Bu noto'g'ri. Xodimning ish haqi mehnat shartnomasida aniq ko'rsatilishi kerak. U qilgan mehnati uchun qonuniy haq olishi shart. Subsidiya ish beruvchining ayrim xarajatlarini qoplash uchun beriladi. Xodimning huquqini kamaytirish uchun emas. Agar nogironligi bo'lgan fuqaro shunday bosimga duch kelsa, bandlik organlariga, mehnat inspeksiyasiga yoki mahalladagi ijtimoiy xodimga murojaat qilish kerak. 5-nozik jihat, vaqt masalasi. Ko'pchilik ariza topshirishi bilan pul darhol tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa hujjatlar tekshiriladi. Ish o'rni ko'rilishi mumkin. Mehnat shartnomasi bazada aks etish kerak. Qaror qabul qilinadi, keyin to'lov amalga oshiriladi. Shuning uchun ish beruvchi oldindan reja tuzishi kerak. Masalan, men bugun xodimni ishga oldim. Ertaga pul keladi. Shu pulga jihoz olaman deyish xavfli. Avval tartibni bilib, keyin xarajatni rejalashtirish kerak. 6-nozik jihat, nogironligi bo'lgan fuqaroning pensiya yoki nafaqasi. Ko'p odamlar agar ishlasam, nogironlik nafaqam to'xtab qoladimi deb qo'rqadi. Bu savol juda muhim. Har bir holat alohida baholanadi. Chunki nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy yordamlar turlicha tartibga ega. Ish boshlash ayrim to'lovlarga ta'sir qilmasligi mumkin, lekin ayrim daromadga bog'liq yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun ishga kirishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mahalla ijtimoiy xodimidan aniq javob olish kerak. Men hech qachon hamma saqlanadi yoki hammasi to'xtaydi deb umumiy gapirmayman. Chunki huquqiy oqibat har bir fuqaroning statusiga bog'liq. 7-nozik jihat, kvota va majburiyatlar. Ayrim tashkilotlar uchun nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga olish bo'yicha belgilangan ish o'rinlari bo'lishi mumkin. Lekin kvota bor degani har qanday odamni har qanday lavozimga olish mumkin degani emas. Ish joyi real, xavfsiz, xodimning malakasi va sog'lig'iga mos bo'lishi kerak. Kvotani faqat qog'ozda bajarish ham insonning nomiga ishga olib, real ish bermaslik ham noto'g'ri. 8-nozik jihat, kamsitish. Nogironligi bo'lgan fuqaro ishga murojaat qilganda uni faqat nogironligi sababli rad etish mumkin emas. Agar u lavozim talablariga javob bersa, sog'lig'i bu ishni bajarishga imkon bersa, ish beruvchi adolatli yondashishi kerak. Lekin boshqa tomondan fuqaro ham o'z imkoniyatini real baholashi kerak. Masalan, shifokor og'ir jismoniy mehnatni taqiqlagan bo'lsa, men baribir shu ishni qilaman deyish keyinchalik sog'liq uchun xavfli bo'ladi. Agar siz nogironligi bo'lgan fuqaro bo'lsangiz va ish izlayotgan bo'lsangiz, birinchi qadam hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizga pasport yoki ID karta, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi, ma'lumotingiz yoki kasbingizni tasdiqlovchi diplom, sertifikat, mehnat daftarchasi yoki avvalgi ish tajribasi haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar sizda sertifikat bo'lmasa, lekin hunaringiz bo'lsa, qilgan ishlaringizdan namunalar tayyorlang. Masalan, tikkan kiyimingiz, chizgan dizayningiz, yozgan matningiz, bajargan kompyuter ishingiz. Ikkinchi qadam, mahallangizdagi hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim yoki tuman bandlik bo'limiga boring. Menda nogironlik bor, lekin ishlashni xohlayman. Menga mos ish. Kasbga o'qitish yoki ish beruvchiga subsidiya orqali ishga joylashish imkoniyati bormi deb aniq so'rang. Savolni umumiy bermang. Yordam bormi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxsni ishga olgan ish beruvchiga beriladigan subsidiya tartibi qanday?
Men qaysi ish o'rinlariga mosman deb so'rang. 3-qadam, o'zingizga mos ishlar ro'yxatini tuzing. Masalan, men kompyuterda ishlay olaman. Telefon orqali gaplashish qiyin, lekin yozishmalarni bajara olaman. Yoki men uzoq yura olmayman, lekin o'tirib qadoqlash ishini qila olaman. Yoki men uyda ishlashim kerak, lekin kuniga 4 soat tikuvchilik qila olaman. Bu ro'yxat bandlik xodimiga ham, ish beruvchiga ham sizni to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. Agar siz ish beruvchi bo'lsangiz, birinchi qadam qaysi lavozimni taklif qilishingizni aniq belgilang. Nogironligi bor odam olamiz degan umumiy yondashuv yetarli emas. Qanday ish, qancha soat, qanday sharoit, qanday malaka kerak? Ish joyida zinapoya bormi? Hojatxona qulaymi? Transport masalasi qanday? Xavfsizlik talablari qanday? Shularni oldindan o'ylang. Ikkinchi qadam, bandlik bo'limiga murojaat qiling. Men nogironligi bo'lgan shaxs uchun ish o'rni yaratmoqchiman. Qaysi subsidiya yoki kompensatsiya tartibidan foydalansam bo'ladi deb so'rang. Ariza shaklini oling. Agar elektron platforma orqali topshirish mumkin bo'lsa, elektron raqamli imzo, tashkilot stiri, bank rekvizitlari, mehnat shartnomasi ma'lumotlarini tayyorlang. 3-qadam, xodimni rasmiy ishga oling. Mehnat shartnomasida lavozim, ish vaqti, ish haqi, mehnat sharoiti aniq ko'rsatilishi kerak. Agar moslashtirilgan ish o'rni yaratilsa, bu bo'yicha xarajat hujjatlarini saqlang. Naqd pul bilan hujjatsiz xarid qilmang. Chunki keyin uni asoslab berish qiyin bo'ladi. 4-qadam, barcha yozishmalarni saqlang. Ariza nusxasi, qabul qilinganligi haqidagi tasdiq, bandlik bo'limi javobi, shartnoma, chek, dalolatnoma, to'lov hujjatlari, xodimning ishga chiqqanini tasdiqlovchi tabel, oylik to'lovlari hammasi tartibli bo'lsin. Bu nafaqat subsidiya olish uchun, balki keyingi tekshiruvlarda ham sizni himoya qiladi. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, farzandingiz hali ish yoshiga yetmagan bo'lsa ham bugundan tayyorlang. U nimaga qiziqadi? Qo'li nimaga keladi? Kompyuterda ishlay oladimi? Uyda hunar qila oladimi? Muloqot qila oladimi? Mustaqil yo'l topa oladimi? Nogironligi bor bolani faqat ehtiyot qilish emas, balki imkon qadar mustaqillikka o'rgatish kerak. Chunki kelajakdagi eng katta ijtimoiy himoya bu faqat nafaqa emas, balki kasb, ko'nikma va o'ziga ishonchdir. Ariza yozishda ham aniq bo'ling. Masalan, ish beruvchi sifatida shunday mazmunda murojaat qilish mumkin. Korxonamizda nogironligi bo'lgan fuqaro uchun mos ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Ushbu ish o'rnini tashkil etish va xodimni rasmiy ishga qabul qilish bo'yicha amaldagi subsidiya yoki kompensatsiya tartibi haqida ma'lumot berishingizni hamda arizamizni ko'rib chiqishingizni so'raymiz. Fuqaro sifatida esa men nogironligi bo'lgan shaxs sifatida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni xohlayman. Sog'lig'imga mos ish o'rinlari, kasbga o'qitish va ishga joylashish dasturlari haqida ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Eng muhim maslahat: og'zaki gapga suyanib qolmang. Kimdir bo'lmaydi desa, nima uchun bo'lmasligini yozma tushuntirishni so'rang. Kimdir pul bor desa, qaysi qaror, qaysi tartib, qaysi hujjatlar kerakligini aniqlang. Ijtimoiy yordam va subsidiya masalalarida yozma iz qoldirish juda muhim. Bugun tushunishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa shuki, nogironlik bo'yicha 4,1 milliondan 6 million so'mgacha degan yangilikni oddiy nafaqa oshishi sifatida emas, balki nogironligi bo'lgan fuqarolarni ishga jalb qilish, ish beruvchilarni qo'llab-quvvatlash va mos ish o'rinlari yaratish yo'li islohot sifatida ko'rish kerak. Bu imkoniyatdan foyda olish uchun ham fuqaro, ham ish beruvchi faol bo'lishi, hujjatlarni to'g'ri tayyorlashi, hammasini rasmiy yuritishi va o'z huquqini bilishi kerak. Agar siz nogironligi bo'lgan fuqaro bo'lsangiz, o'zingizni chetga tortmang, bandlik bo'limiga murojaat qiling. Kasbingizni aniqlang, mos ish izlang. Agar siz ish beruvchi bo'lsangiz, bunday xodimlarni ishga olishdan qo'rqmang, lekin hammasini qonuniy va hujjat bilan qiling. Agar siz ota-ona bo'lsangiz, farzandingizni mustaqil hayotga tayyorlang. Sizning hududingizda bu tartib qanday ishlayapti? Kimdir subsidiya oldimi? Kimdir rad javobini oldimi? Qanday muammolar bor? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni nogironligi bo'lgan yaqinlari bor insonlarga yuboring. Chunki vaqtida berilgan to'g'ri ma'lumot bir oilaning hayotini o'zgartirishi mumkin.